Assalomu alaykum. Meni ismim Dildora. Ikkita farzandim bor. Mana shu barkamol avlodga 2 yildan beri bolalarimni olib kelaman. Juda ham menga yoqadigan tomoni, o'qituvchilar juda ham bilimi zo'r va farzandlarim qiziqib yana kelgisi kelishadi. Har kuni masalan mana shuni kutib o'tiradi. Masalan, haftasiga 2 marta kelamiz. Hozircha matematika, darsga kelishadi va robototexnikaga kelishyapti. Bular uchun juda ham qiziqarli bu. Men ota-onalarga maslahat berardim. Davlat narxi bo'lgani uchun juda ham arzon, qulay, o'qituvchilar oliy ma'lumotli, tajribaga ega bo'lganligi uchun men hamma ota-onalarga tavsiya qilaman. Hamma to'garaklar ochilgan. Bu yerda hech qanaqa xato kamchiliklar yo'q. Hammaga tavsiya qilib qolaman. Qizim bilan o'g'lim matematikaga ikkalasi birdaniga chiqadi, risovaniyaga birdaniga kelishadi. O'g'lim robototexnikaga keladi, qizim darsga keladi. Mana shu barkamol avlodga qatnashayotgandan beri qanaqa yutuqlarga erishgan? Yutuqlari juda ham o'zini fikriga ega. Matematikadan ham masalan bemalol o'zi ishlay oladi. Robototexnikadan o'zi aqlli uylarni yasashyapti. O'quvchilar orasida ham yoki o'zini tengdoshlari orasida ham o'zini nima deydi, liderligini ko'rsata oladigan darajada.